ko'nglim g'ash. Vahima qilmagin. Hech narsa bo'lmaydi. O'zi qizing kasal bo'lsa, sen undan oldin kasal bo'larding. Qaytanga sen kuchli bo'lishing kerak, Matluba. Qizingga umid berishing kerak. To'g'ri aytyapsiz, lekin pnevmoniyada ko'pchilik. Bo'ldi qil. Shu gapini gapirma. Meni qizim bunaqa yomon kasal emas. Meni qizim hali ko'p yashaydi. Ilohim aytganingiz kelsin. Sen avval fikringni to'g'rila. Keyin o'zingni to'g'rila deyishgan. Ha. To'g'ri aytyapsiz, lekin men shifokorman-da. Shifokorlarcha fikrlayapman, nima qilay? Hayolim ketib qoladi-da baribir. Bo'ldi. Qani, narsalaringni yig'ishtir. Kasalxonaga boramiz. Maftunani ko'rgan. Men ham kiyimlarimni almashtirib chiqaman. Men tursa ketaveraman. O'zing bilasan, xo'p. Voy. Bolalarim ikkalasiga ham ko'z tegdi. Bolalarimga ko'z tegdi. Hamma gapirdi. To'yning videolari tarqalib ketdi. Odamni ko'zi teshadi deyshadi. Bir tomonda kuyovim, bir tomonda qizim yotibdi. Bu ne ko'rgilik? Bu ne ko'rgilik? Boladan shikoyat qilib chiqibdimi Hasan akangiz? Yo'q. Nima shikoyat qiladi? Qizini mazasi yo'q ekan. O'shanga qarab tura olmaymiz deb uzr so'rab ketdi. Nima bo'pti ekan qiziga? Shamollab qopti. Pnevmoniya bo'lib qopti. Shu sovuqda yangi ko'ynaklarimni ko'rsataman, maqtanib, likkillab kiyib chiqqandirda. Bu sen uchun bu dunyoda bir yaxshi odam ham bormikin? Yo hamma yomonmi sen uchun, ha? Gap topdingki, hammani g'iybat qilishga o'tasan. G'iybatmasda bor gap. Bo'lmasa o'zidan o'zi shamollaydimi? Havo salqin bo'lsa, yangi kelin bo'lsa, har holda qaynanasi zulm qilmagandir. Qattan bilasan. Bilmasam. Senga shu gap bo'lsa, odamlarni ayblash bo'lsa bo'ldi, ha?